Assalomu alaykum bog'dorchilik podpischilari. 2025-yil 26-mayda eng yangi sortdagi shaftollarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa Flariba degan shaftolimiz ertakchi navlarga kiradi. Xudo xolasa bugungi kunda pishib yetildi. 3 yoshli daraxtimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Mevalarni qaranglar. Xudo xolasa quyib meva solgan, kalibri ham zo'r. Hozirgi kunda bozorlarda, ichki bozorda narxi 50 ming 60 minggacha sotilyapti. Ha, bu bir tupi shunaqa chiroyli olgan deganlarga nima deysiz? Mana bularni ham ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa 3 yoshli nihollarda o'z dehqonlarimiz bittada biladi. Mana mevasini qarang. Hammasida shunaqa. Hammasida shunaqa. Hozir bunda meva juda ko'p. Shu sababli sal maydaroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Mevani ko'tara olmay, sinib ham ketyapti mana narsalar. Keyin ko'rsatib qo'ying bularni ham. Yangi sortlarda ta'miza zo'r bo'lmaydi. Lekin bu sortimiz Flaribada juda mana singan qaranglar. Daraxtga ham ziyon bo'lyapti. Mevasi ham maydalashib, kichkina bo'lib ketyapti. Buni juda ozaytirib, mo'y kalibrga yetkazish kerak. Bu toqalanib, sifatsiz mevalar olib tashalgan g'o'rali paytida, shu sababli kalibri zo'r bo'lgan. Hozir bular umuman mevasini olib tashlamadik, kattalashgan sari daraxtni ko'tara olmay sinib ketdi. Buni dehqonlarimiz kalibrini mevasini ozaytirib, sifatsiz mevadan voz kechish kerak. Biz umuman mevani olib tashlamagandik. Hamma shoxlari sinib ketyapti do'stlar. Ham og'ir o'tiradi, ham sifatli, juda shirin, qora qizil bo'lib pishdi do'stlar mana. Yeb ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ta'mi juda shirin. Ertak navlarda o'zi quyosh kam tushgan sababli, erta pishgan sababli juda shirin bo'lmaydi, lekin Flaribada bu narsa yo'q. Juda shirin bo'ladi. Og'ir o'tiradi. Mevani ko'psi og'irgan sababli hozir bu holatda mayda bo'lib qoldi, mevasi kichkina bo'lib qoldi. Lekin o'rali paytda ozartish kerak. Bog' 3 yoshda normal daromadga olib kirib bo'ldi. Noyabr oyida eksalaring, ekkan yillarida o'zi mevaga olib kiradi. Xudo xolasa, buni ham ishonchli ko'rsatlarini bog'dorchilik kanalida noyabr, oktyabr oylaridan sotib olishlaring zakaz bersalaring, noyabrdan o'zi dastlabki qilib jo'natib beramiz. Xudo xolasa eng shirin shaftoli shu Flariba. Bundan ertakisi yo'q, hali fantaziya Big Ben'larni pishib yetilgan yo'q. Pishiga ularda 10 kun 15 kun bor. Ulardan ertaki listi shaftollarimiz shu bo'ladi. O'zbekistonda eng lider shaftoli Flariba. O'z chiroyliligini qarang. Yeb to'ymaysiz bunga. Toshkent Food City bozorida 50 ming 60 ming sotilyapti. Hali bularni ham uzib, olib borib katta video qilib qo'yamiz. Kuzatib borsalaring. Food City bozoriga ketyapti. Eksportga ham olyapti do'stlar buni. Eksportga ham, xudo xolasa yana yilga buni mevasini ozaytirib, kalibrini bir xilda shu holatga yetkazib qaraymiz. Bu yil mevasi ko'p oldi, bu yil daromad qilaylik deb umuman mevasini olmagandik. Mayda bo'lib qoldi do'stlar. Daraxtga ziyon bo'lib, shamolda shu yerda sinib ketdi. Hammasi. Shu sababli zo'r bo'lmadi. Mevasini ozaytirib, mana shu holatda qilib tayyorlashlarini so'rab qolardik. Yaxshi sifatli yuk olasizlar. Bu sortimiz juda tez meva kiradi. Gullaganda bu ham gulini o'zini-o'zi changlatadi. Changlatish shart bas bunga ham. Yomg'irda, issiqda ham gulini to'kib yormaydi do'stlar. Mana Flariba nomini esdan chiqarmaysizlar, zakaz berayotganda. Farg'onada 26-may sanasida shu holatda pishib yetildi. Xudo xolasa buni issiq hududga eksalaring, mayda boshida pishib yetiladi. Eng shirin shaftoli, eng ertak shaftoli. O'zbekistonda eng ko'p daromad berayotgan shaftoli Flariba bo'ladi. Eng yangi sortimiz. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bo'lib, mehnat dehqonga omad deb yozib qo'yasizlar.